Xo'p, 9-sinf yakuniy imtihon materiallarini algebra qismini yechishdan boshlaymiz. Videoni boshlashdan oldin videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bu bizga yana ham ko'proq video chiqarishga motivatsiya bo'ladi. Lekin sizlarning hech kim ketmaydi, просто 2 sekund vaqt va ozroq e'tibor. Va nima bo'ladigan bo'lsa biz boshladik. Birinchi mavzusi hisoblashga doir mashqlar. Bu yerda просто ildizosdan chiqarishni bilsak, bu yoq hisob kitob oddiy. Misol uchun ildizosi 16 dan 4 chiqadi, ildizosi 400 dan 20 chiqadi, ildizosi 0.36 dan 0.6, 49 dan 7, 36 dan 6, 900 dan 30, 0.36 dan 36, 0.6, 8, bundan 5, bundan 40, bundan 0.8, 49, 7, xuddi shunaqa va hokazo. 20 gacha xuddi shunday. Hech qanaqa joyda o'zgarish yo'q. Hammasi oddiy, sodda. Ikkinchi mavzusi qisqa ko'paytirish formulalari. Ya'ni bu yerda a kvadrat minus 2ab plus b ning kvadrati, ya'ni a minus b ning qavs kvadratining formulasi 2 a kvadrat minus b kvadrat. Ishlarni bilsak bo'ldi. Asosiysi 2-3 ta formula. Qolganini hisob kitob oddiy. Misol uchun birinchi misolda mana buni yoyib olamiz. Ya'ni a ning kvadrati plus 2 ko'paytirilgan a 4a bo'ladi va 2 ning kvadrati 4. Buni oldi minus bo'lgani uchun tashlab yuborsak, hammasini ishorasi o'zgaradi. O'zgarganda mana bu minus bilan mana bu minus 8 beradi. Bu minus bilan bu plus ketadi. Mana bu minus 4 ni o'zi qoladi. Minus 8 a minus 4. Keyingisida a kvadrat minus 3a. Buni a ni chiqarsak a minus 3 qoladi tepada. Buni esa 9 da 3 ning kvadrati qilamiz. A kvadrat minus b kvadrat formulasiga tushadi. A minus b, a plus b. Tepada bitta minuslik bilan pastda bitta minuslik ketadi. Tepada bitta a qoladi, pastda bitta pluslik qoladi. Xo'p, keyingisini ham просто kvadratdan yoyib olamiz. Buni ichiga ko'paytirib chiqamiz. Oddiy qisqarib ketadi. Oddiy arifmetik amal bo'ladi. Bajaramiz, xolos. Qolganlari ham xuddi shunday. Buni tushuntirib turishim shart emas. Bundan boya a ni chiqaramiz. Buni kvadrat a kvadrat minus b kvadratga solamiz. Hammasi shunday ketadi. 11 ham shunday. 12 ham shunday. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 gacha bir xil ekan. Har biriga to'xtalib o'tirish shart emas. Uchinchi mavzuimiz kombinatorika masalalari, ma'lumotlar tahlili. Xo'p, birinchi misolimizda, hozir birinchi misol ochaylik. Birinchi misolimizda maktab kutubxonasida informatika bo'yicha 4 xil, xorijiy til bo'yicha 5 xil, matematika bo'yicha 3 xil qo'llanma bor. Jasur 2 xil sohadagi qo'llanmalardan bittadan olib bilimlarini mustahkamlamoqchi. Nechta turli usulda tanlash mumkin? Endi 4 xil informatika. Bu yerda birinchi tanlagan informatika bo'lsa, qolgan bizda nechta qoladi? Yo'q, bu yerda nima qilganman? Informatika bilan xorijiy tilda, keyin xorijiy til bilan matematikani, keyin informatika bilan matematikani bir-biriga ko'paytirib, hammasini qo'shib qo'yganman. Nechta tanlash kerak bo'lganligi chiqadi keyin. Bu yerda birinchi 4 ga 8 ko'paytirganman. Qaranglar, 4 ga 8 ni ko'paytirib, 5 ga 7 ni, 3 ga 9 ni ko'paytirib, yig'inlarni, ko'paytmalarni qo'shsa nima bo'ladi? Birinchisiga informatika tanlab, qolganiga xorijiy til yoki matematika tanlaymiz. Ikkinchisida birinchi xorijiy til tanlab, ikkinchisida matematika yoki informatika tanlaymiz. Uchinchisida birinchi matematika tanlab,
keyingisida informatika yoki xorijiy tilni tanlaganimizda bizda bu yoqda informatika bo'lib, bu yoqda xorijiy til bo'lsa bo'ladi. Bu ham kiritilgan va bu yoqda xorijiy til bo'lib, bu yoqda yana informatika bo'lsa, u ham bor. Eng qizig'i ikkalasi mana bu yerda 8, 7, 9 lar olganda ikkalasi ikkita nima edi? Usulda bo'ladi. Ikkalasini bitta-bittadan usul qilinadi, lekin bitta informatika, bitta xorijiy til oldinma ketdin yoki undan oldin, bundan keyin farqi yo'q. Ikkalasi baribir bitta usul hisoblanadi. O'shaning uchun 5, 3, 4 olingan. Uncha yaxshi tushuntira olmadim. Keyin qolgan misollarni tushuntiraman. Ingliz tilida 7 ta qiziqarli kitob tavsiya qilingan ikkinchisida. Ulardan 3 tasini tanlab olish kerak. S 7 3 ga qo'yamiz. 7 tadan 3 tasini tanlab olish uchun 7 3 ga qo'yamiz. Tepasida 7 faktorial, pastda 3 faktorial ko'paytirilgan 7 minus 3 faktorial bo'ladi. Bu faktorial degani 1 dan o'sha 7 gacha bo'lgan sonlarni ko'paytmasi. Mana bu yerda 4 faktorial bilan qisqarib ketsa, tepada 4 dan keyin 5, 6, 7 qoladi. Bunda esa 3 faktorial 1, 2, 3. Va oddiy hisob kitob bu yerda 35 chiqadi. Keyingisida P. Xo'p, 12 ta maktab orasida 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinlarni belgilamoqchi. Bunda necha xil usul bilan taqsimlash mumkin? Bu yerda P ga qo'yishimizdan maqsad 1-chi o'rin, 2-chi o'rin, 3-chi o'rin uchalasida ham 3 xil maktab qatnashishi kerak va ixtiyoriy maktablar bunda qatnasha oladi. Misol uchun, 1-chi maktab 1 ni olsa, 2-chi maktab 2 ni olsa, 3-chi maktab 3 ni olsa, yokida 1-chi maktab 1 ni olib, 2-chi maktab 3 ni olib, 3-chi maktab 2 ni olsa ham bu yerda kiradi. O'shaning uchun P ga qo'yapti. Bu yerda agar S ga qo'yadigan bo'lsa, bo'lmaydi. Chunki S ga qo'yadigan bo'lsa, 12 ta maktabdan 3 tasini tanlab olish kerak bo'ladi. Ixtiyoriy 3 tasini. Lekin bu yerda P da esa o'rni almashsa ham bo'ladi. Misol uchun bu yerda 1-chi o'rin aniq 1-chi maktab, 2-chi o'rin aniq 2-chi maktab, 3-chi o'rin aniq 3-chi maktab bo'lsa, S da agar farqi yo'q. Misol uchun 1-chi o'rinni 2-chi maktab, 2-chi o'rinni 3-chi maktab, 3-chi o'rinni 1-chi maktab bo'lsa, u ham bitta usulga kirib ketadi S da. P da esa o'shani hammasi alohida bo'ladi. O'shaning uchun P ga qo'yapti. Bitta shar, ikkita shar, 3 ta shar bor. Agar S ga qo'yadigan bo'lsa, 3 ta shardan, misol uchun, agar 1 2 3, bu yerda 2 1 3, 3 1 2 hammasini bitta usul deb o'ylaydi S da. Lekin P da esa 1 2 3 bitta usul, 1 3 2 bitta usul, 2 1 3 yana bitta usul, 2 3 1 yana bitta usul, 3 1 2 3 2 1 hammasi bittadan usul bor. Bu yerda S da esa hammasini, mana ular hammasini bitta usul deb o'ylaydi. P da esa 1 2 3 4 5 6 ta 6 usul deb o'ylaydi. O'shaning uchun S ga qo'yganimizda har doim kichkina son chiqadi. P ga qo'yganimizda katta son chiqib ketadi. 4-chisida ikkita har xil juft raqamlardan tashkil topgan nechta ikki xonali son mavjud? Birinchisiga bizda juft raqamlar o'zi 5 ta. Har xil degani uchun har xil juft raqam, demak, birinchisiga qo'yishimiz mumkin bo'lgan sonlar 4 ta, ya'ni 2 4 6 8. 0 qo'yib bo'lmaydi. Keyingisiga esa o'shalardan bittasini qo'yamiz-ku, mana bu yerga. Masalan, 2 ni qo'ysak, bunga esa 2 ni qo'ya olmaymiz. 2 ni olib tashlagan taqdirda bizda 0 4 6 8 qoladi. Demak, bu yoqda ham 4 ta son qo'ysak bo'ladi. 4 ta raqam. 4 kira 4 16 ta bo'ladi. Общий bizda ikki xonali sonlar. 5-chisida boya aytganimdek, mana birinchi misolga o'xshaydi. Grafik dizayn bilan dasturlash til kursi, dasturlash kursiga 3 kira 4 12 ta, ya'ni ikkalasi bizda bunda 3 ta, bunda 4 ta bo'lsa, общий 12 ta usul bo'ladi. 12 ta usulda tanlansa bo'ladi. Grafik dizayn bilan ingliz tili xuddi shunaqa yechiladi. Buni mazmunini to'g'ri tushuntirib bera olmayman. Lekin
tushungan, buni bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi deydik. Grafik dizayndan 3 ta kurs bor. Masalan, mana bunda 3 ta. Bunda esa 4 ta. 1 2 3 1 2 3 4. Bundan birini olib, bundan birini olsak bitta usul. Bundan birini olib, bundan ikkini olsak ikkita usul. Bundan birini olib, buni olsak 3 ta usul. Bundan birini olib, bundan 4 olsak 4 usul bo'ladi. O'shani har bittasi takrorlab chiqsak, bundan 3 ko'paytirilgan 4 hosil bo'ladi, 12 bo'ladi. Ya'ni tanlash imkoniyatimiz 3 ta bizda bor-ku, grafik dizayn, dasturlash va ingliz tili. Har bittasida bunda 3 ta, bunda 4 ta, ingliz tilida esa 2 ta bo'lsa, faqat biz ikkitasini ola olamiz. O'sha ikkitasini, ixtiyoriy ikkitasini umumiysi shunda har birini bir-biriga ko'paytirib chiqqanimizda va yig'indisi o'sha umumiysiga teng bo'ladi. Ozroq o'zim tushungan bo'lsalaring kerak deb o'ylayapman. 6-sida maktab til kursida 8 xil chet tili mashg'ulotlari mavjud. Bu yil davomida kamida 4 tasida qatnashib bilim doirangizni kengaytirmoqchisiz. Bu kurslar nechta xil usulda tanlashingiz mumkin? Kamida 4 ta sizda qatnashib deganda bu yerda misol uchun 8 ta kurs bor. 1 2 3 4 5 6 7 8. Endi o'sha sizga qo'yamiz. 8 tadan kamida 4 ta bo'lgani uchun 8 tadan 4 ta tanlashim ham mumkin. Kamida 4 ta deyapti-ku. Va 8 tadan 5 ta tanlashim ham mumkin. Bizda kamida 4 ta degan uchun yo 4 ta, yo 5 ta, yo 6 ta, yo 7 ta, yo 8 ta. 8 tadan 8 tani tanlasam menda 1 hosil bo'ladi. Qo'ya mana bunda 8 tadan 8 ta bu 1 ga teng. Mana qisqarib ketadi, 1 bo'ladi. Hammasini qo'shamiz, 163 chiqadi. Yo'li mana shunaqa bo'ladi. Mazmuni. 7 boya p ga qo'yamiz dedik, 8 boya bu yerda 8-savol nima degan? Raqamlari turli va 4 dan katta bo'lmagan. 4 dan katta bo'lmagan degan desa, 4 ham kiradi. Birinchisiga 0 qo'ya olmaymiz, 1 2 3 4larni qo'yamiz. Ikkinchisiga masalan bunga 4 ni qo'ysak, mana bunga 0 1 2 3 ni qo'ysak bo'ladi. 4 ni qo'ya olmaymiz, chunki raqamlar turli xil degan. Agar turli demaganda takrorlansa bo'ladi deganda bunga 4 ta qo'yardik, bunga 5 ta qo'yardik. 4 kira 5 shundan 20 bo'lardi agar takrorlanishi kerak desa. Bunda hozir takrorlanmagan, o'shaning uchun 16 ta bo'ladi. Boyagiday sichqoncha klaviatura, sichqoncha fleshka, klaviatura fleshka. Hammasini ko'paytirib qo'shib qo'yamiz. Bu endi 6 tadan 2 tasini tanlash. Shunaqa bo'ladi. 15 degan. 11. Bundan 15 tadan 3 tasini p ga qo'yamiz. Keyingisida 5 dan katta bo'lmagan 5 ham kiradi. Bunga 5 ni qo'ysak, bunga 5 ni qo'ya olmaymiz. 0 ni qo'ysak bo'ladi lekin. Shuning uchun 25 ta bo'lyapti. Keyingisi ham xuddi shunday, dasturlash, xorij tili, boshqa lug'atlar. Bu 5 tadan 3 tasini tanlash. Bu aytdim p boya birinchi o'rin, ikkinchi o'rin, uchinchi o'rin bo'lsa p ga qo'yamiz. 16 90lar bizda 5 ta. Birinchisiga 5 alasini ham qo'yamiz, chunki bizda 0 qatnashmaydi. 5 ta 90 bo'lsa 5 ta alasini ham qo'yamiz bunga. Keyingisiga esa bittasini olib tashlaganda 4 ta qoladi, 4 tasini qo'ysak bo'ladi. 4 + 5 20 xil usul bo'ladi. 17 da boyagi bilan bir xil, 18 C ga qo'yadi, 19 P ga tushadi, boya bu ham xuddi shunday. Bunda faqat Jufson deganmi? 6 7 8 9. 5 dan kichik bo'lmagan. Yo'q, 6 dan kichik bo'lmagan menimcha hozir. Shartini ko'raylik. Har bir raqami 6 dan kichik bo'lmagan raqamlar tashkil topgan necha 2 xonali son mavjud. 6 dan kichik bo'lmagan demak 6 ham kiradi, bundan yuqorisi. 0 kirmaydi chunki 0 6 dan kichik. Xo'p, matnli masalaga ham yetib keldik.